Jo'rabek aka, va shu grijani davolash bo'yicha respublikamizda ko'zga ko'ringan mutaxassislardan sizda xalqimizga qanaqa murojaatingiz bor? Qanaqa kasalliklar bo'yicha qachon murojaat qilsak bo'ladi? Mana endi biz ko'ryapmiz, shu yillar davomida bemorlarni qabul qilganda, bemorlarni kasallik tarixi bilan tanishganda, hali operatsiyaga to'liq ko'rsatma bo'lmagan holatda ham operatsiya qildirib, qanaqadir asoratlarni qaytaga orttirib olgan bemorlar ko'p kelishadi. Shu uchun murojaat desak endi disk grejasini operatsiya yo'li bilan to'liq davolash qiyin. Chunki biz ko'rdik buni amaliyotda. Bu kitobda yozilgan gapni aytmayapmiz, baribir. Faqatgina qaysi holatlarda operatsiya qilish mumkin? Qachonki o'sha nerv ildizi butunlay kompressiya qilib disk grejasi orqa miyani yo bo'lmasa nerv ildizini butunlay ezib qo'ygan holatdagina jarrohlik amaliyotiga ham baribir absolyut yo nisbiy ko'rsatma asosida yondashish kerak. Iloji boricha mana shunaqa paytda darrov operatsiya qilishga shoshmasdan, og'riqlarga biroz chidab, agar hali asorat kuzatilmagan bo'lsa, tabiiy davolashni tavsiya qilamiz. Aynan sizni klinikangizda ham barcha mana shu grija muammolari tabiiy usullar bilan lecheniya qilinar ekan. Shunaqa, biz doim agar operatsiyali grija bo'lsa o'zimiz aytamiz, lekin ko'p holatlarda mana shu dori-darmonlarsiz tabiiy usulda shu grijani kichraytirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Biz ham ko'pincha operatsiyaga qarshi chiqamiz. Grija bo'yicha mutaxassisimiz, manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Savollar bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Toshkent, Mirobod, like bosib qo'yinglar.